Uf, charchab ketdim shu soliqlardan. Har hafta soliq. Qani edi meni ham shunaqa katta qasrim bo'lib, qirol bo'lsam, men ham soliqlar olsam. Lekin unaqasi hech qachon bo'lmaydi. Hatto tushimga ham kirmaydi unaqasi. Lekin stop. Menda miltiq bor. Va men hozir qirolning oldiga borib, tojni majburlab olsamchi? O'ylab ko'rish kerak. Menda qirol, yaxshi ideya va Jamol bor. Dalik yo'nzur ideya. Men unda miltig'imni olaman. Bro, Jamol yaxshiroq kiymayniki, biz qirol bo'lamiz. Ya'ni biz emas, men qirol bo'laman, sen qirolicha. Nimagadir ko'nglim g'ash, miltiqni bularga ko'rsatmay, ketib Jamol, menimcha qirol ana bu yerda. Assalomu alaykum, brat. Jamol, korashda eshikni och. Och, unda uyar sen o'zim ochaman. Go, kirdik. Eshikni yopib qarang. Siz qirolmisiz? Let's go. Tojingni menga hozirroq bermasang, seni o'ldiraman. Yoki toj yoki o'lim. Shu, u qanaqadir knopka bosdi. Endi hammamiz o'lib ketamiz. What the biz butun bir qishloqni egasi bo'lamiz deb qishloqdan haydalib ketdik-ku. Ana mayli Jamol ketdi. Boshqa joydan o'zimiz ozgina o'ylanib uy quramiz. Endi bu qishloq bizlarga begona. Xo'p, endi biz boshqa joydan o'zimizga baza quramiz. Ya'ni uy qursa katta gap-u. Tezroq uyga borib olsam, okey. Let's go. Jamol, hali ham uxlab yotibsanmi? Turay o'rningni. Ko'rishda menda dahshat fikr bor. Biz hozir qishloqqa boramiz va o'zimizga o'xshatgan jetellarni olib kelamiz. Va mana shu yerdan biz katta baza qasr quramiz. Ya'ni men bu yerda qirol bo'laman, sen esa qirolicha bo'lasan. Tushunarlimi? Unda go, biz hozirroq qishloqqa borib jetellarni olib kelamiz. Let's go. Ular menga qasr qurib berishadi. Go, chiq o'rtimda. Qishloq anavi tomonda, biz esa ketdik. Ana bu yerda hali ham ikkita soqchi turibdi. Kirishda biz qishloqqa boshqa yo'l bilan kirishimiz kerak. Ya'ni mana bu tomondan. Tushunarlimi? Go, unda ketdi o'sha tomonda. Ular bizlarni ko'rmasligi kerak. Chunki biz qishloqda haydalganmiz. Bro, hatto ular bizlarni payqamadi ham. Go, endi qishloqqa kiramiz. Yo, what the bro? Go, yangi qirollik bo'ldik. Bo'la ko'rishda sizlarga takoy taklifim bor. Mana shu yerda qolib har hafta soliq to'layman sizlar qizil zonaga o'tinglar yoki men bilan ketaman sizlar yashil zonaga o'tinglar. Men har hafta sizlarga pensiya beraman. Tushunarlimi? Yo, let's go. O'sha hamma men bilan ketadimi deyman. Go, unda ketdi. Yo, bro, sen nima uchun men bilan ketmoqchimassan? Yo, sen shu yerda qolganing ma'qul. Bola biza bildirmasdan o'zimizni bazaga borib olishimiz kerak. O'zi kelyapsizlarmi? Yo, bu bizlarning Jamol bilan qurgan uyimiz. Lekin bola kelajakda mana bu yerdan biza katta baza qasr quramiz. Lekin bunga sizlarning yordaminglar kerak. Tushunarlimi? Va menga hozirroq resurslar olib kelishinglar kerak. Taxta tosh deganda. Shunaqa jetillarim borligidan faxrlanaman. Endi mazza qilib xonamda yotsam ham bo'laveradi. Xo'p, eshikni ochamiz. Yo, shu teshikka kirib nima qilasan? Mayli, uxlayman men. Nima shovqin, nima problema? Jamol uxlab qopti-yu. Aytgancha menga jetillar qasr qurish kerak edi. Yo, what? O'sha ishni boshlab yuborishibdi-yu. Mayli, men jimgina uxlay. Stop. Men bularga ishni qilib bo'lgandan keyin pensiya beraman deganman. Lekin menda pul yo'q-ku. Bir tiyin yo'q, menda faqat kirka bor. Bular qasr qurib bo'lgandan keyin pulni qayerdan olaman? Voy yo, normal problema chiqib qoldi-yu. Qayerdan pul olsam bo'lar ekan? Stop. Qasrda bank bor-u. Jamol tur, bro. Biz qasrga borib kelishimiz kerak. Ya'ni biz o'g'irlik qilamiz. Ya'ni bankdan barcha pullarni olib kelamiz. Tushunarlimi? Ko'nda biz mana bu yerdan chiqib ketamiz, orqada hech kim ko'rmasligi uchun va kirka olamiz. Qasrga kirish uchun go, o'rtimda chiqib. Qasr ana bu tomonda, biz esa ketdik. Go. Jamol tezlash hozir ertalab bo'lib qoladi. Yo, ular hozir uxlayapti-yu. Yaxshi vaqt kelgan ekanmiz. Bildirmasdan o'tib ketishimiz ham mumkin. Go, qasrga boramiz va bankni topishimiz kerak. Menimcha mana shu katta qasrning yon tomonida bank bor. Bilyapsanmi? Tezlash boraylik. Hozir ertalab bo'lib qoladi. O'sha oy pastga tushmoqda. Ana bu yerda katta bo'lib quyosh chiqadi hozir. Let's go. Tezlash, bro, tezlashib kel. Mana shu yerdan ochamiz. Let's go. Yo, bu yerda lava bor ekan, qanaqa bu yoqqa o'tamiz? Xo'p, qanaqa o'tsam bo'ladi bu yerda? Sakrab ko'raman yaxshi. Yo, yordam. Yo, bunaqasi bo'lmaydi. Jamol, senda hech qanaqa ideya yo'qmi? Hozir o'zi ertalab bo'lib qoladi. Nima qilmoqchisan sen kirka bilan? Okey. Tushunarli. Xo'sh.
Kallangga yo'g'im. Endi bemalol o'lsa bo'ladi, chunki bu yer katta, sakrashi mumkin. Yaxshi. Xo'sh, bu yerni o'chiramiz, mana shu yer menimcha safe. Yo, pullar, let's go. Boyib ketdik, Jamol. 52 ta 50 minglik. What? Buncha ko'p. 25 sent. Yo, buncha ko'p, hamma joyda pullar bor. Butun yilimizga yetadi bu buncha pul. A few moments later. What? $100 dan 16 ta. Boyib ketdik. Jamol kim birinchi bo'lib bazaga yetib borsa, barcha pullar o'shanga nasib qiladi. Yo, ketdik. Let's go. Yo, senga pul desa juda tez yugurar ekansan-ku. Yo, to'xta, yetib olmayapti senga. Yo, o'zi ertalab bo'ldi, hech kim payqamadim. Yo, tushib qolibdi. Let's go. To'xta, Jamol. Jamol va nihoyat uyga barcha pul bilan yetib keldik. Endi pullarni jetonlarga bersam bo'ldi. Yo, what bro? Videomiz homiysi Mosbet Bookmakerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsiyentlar. Hozirroq registratsiyadan o'ting va hacker promokodini kiritib 3 million so'mgacha katta bonus oling. Kommentariyalar bo'limidagi silkaga o'ting, registratsiya qiling va o'z pullaringizni oling. What? Bunaqa bo'lib ketishini umuman o'ylamagandim. Yo, bro. Yo, what? Let's go. Addushi bolla. Yo, bolla, men endi hamma joyni ko'rib chiqishim kerak. Mana bu yerda nima bor? Bu yer oddiygina joy ekan, ha. Shundaymi? Qochib turinglarchi. Bu yerda nima bor? Bu yer menimcha sklad. Xo'p, ko'raylikchi mana bu yerlarni ham. Mana bu yerda o'tirish joylari. Xo'p, bu yerda nima bor? Bu yer yotoqxonalar menimcha. Let's go. Kim qiynalyapti? Ana mayli. Xo'p, ikkinchi qavat ham bor ekan. Qochib turinglarchi. Yo, what? Mayli, nicho. Xo'p, bolla, qansizlar. Xo'p, bu yerga kirib o'taylikchi. Bu yer menimcha oddiy o'tirish joyi. Yo, come on. Men umrimda oxirigacha kamon ochishni orzu qilardim yoshligimdan beri. Let's go, o'tib ko'ramiz. Xo'p, qizilga tegdirishib kerak. Let's go. Yaxshi bo'laydi. Xotin ko'rmay o'tib ketdi. Stop, bolla. Nima uchun bronyalar borda, bularga aynan shunga bronya yo'q? Yo. What the? Prisakson 1000 ta obunachi. Davoli, bu Tilgam Gamerning kanallari. Nima uchun buncha ko'p obunachi bo'lib ketdi deysizlarmi? Ha, bu siz taxmin qilganingizdek nakrutka. Yo, bola, hazillashdim. Bu kanalni Tilgam sotib oldilar. Bu kanalda hozirda aktiv ozgina pastroq va biz buni to'g'rilashimiz kerak. Hozirroq opisiya va kommentdagi silka orqali o'tib, kanaldagi oxirgi videolarga kirib, kommentda hackerning obunachilari aqlli va farosatli deb yozib qoldiring. Da, men sizlarga ishonaman, Tilgamga yordam berib borishimiz kerak. Aytgancha chetillar, mana bu sizlarning ish haqqinglar. Shu yetsa kerak-a? Unda hozir yotib uxlaylar, kechga sizlar bilan gaplashaman, ya'ni trenirovka qilamiz. Biz u bazani bosib olishimiz kerak. Hozir borib yotib uxlaylar, maza qilib dam olinglar, kechga sizlar bilan ishlayman. Bu kepgan xaridon olding. Mana, let's go bro, va nihoyat qurib bo'ldi. Yo, bolla, turdinglarmi? Bu nimaligiga qiziqayotgan bo'lsanglar kerak-a? Bu sizlarni haqiqiy erkak qiladigan mexanizm. Bu bir tomonidan kirasizlar va bu tomonidan erkak bo'lib chiqasizlar. Yo'nda sinab ko'ringlar. Let's go. Birma-bir kiringlar, yana buzilib qolmasin. Okay. Ishlasinlar. Xo'sh, nima bo'ldi? Yo, let's go. Ritser bo'lib, haqiqiy erkak bo'lib chiqdinglar. Bunda qilich bor ekan. Yo, endi bizlarning ham ba'zida askarlar bor. Let's go. Yo, Jamol, bitta sen qolyapsan, endi sen bor, kirib chiq. Sen ham erkak bo'lishing kerak bu hayotda. Xo'sh. Let's go. Yo, what bro? Bolla, bizda endi baza bor, mana bu kichkina uy kerak emas. Buni buzib tashlashinglar mumkin. Okay, tushundinglarmi? Let's go. Jamol, sen ham bor. Bu juda tez buzilib ketyapti. Wow. Yaxshi ham shunaqa jetlarim bor. O'zi qolmadi, buzilib bo'ldi. Let's go. Bolla, hozir sizlar oldinglarga faqatgina bitta maqsad qo'yishinglar kerak. Ya'ni biz anavi bazani bosib olishimiz kerak. Tushunarlimi? Va biz kattaroq imperiya quramiz. Hozir sizlar ichkariga kirib, barcha kerakli narsalaringizni olib chiqinglar. Let's go. Okay. O'zi biz juda rivojlanib ketdik. Stop. Mana bu yerda nima yozilgan? Xo'p, bu yer buzilgan uyimizning yeri. Xo'p, yer sotiladi.
Yo, what? Shu yerdan ham qaysidir kirsa biznes boshlab yuboribdi. Ana mayli, men tepaga chiqib ozgina dam olaman, yetillar bo'lguncha. Xo'p, chiqamiz. Let's go. Okay. Wow, notebook. Xo'sh. Okay. Yo, what? What? Qo'rqib ketibman. Bo'lib tushur, o'zim tushaman hozir. Voh, joy yeb qoladi bular. Ana mayli necho notebook topib qo'yamiz. Mana. Let's go. O'zimiz kitob qoladi, lekin buni menga aloqasi yo'q. Mayli, men ozgina broniyalarimni kiyib pastga tushaman. Xo'p, bu sandiqda broniyalarim bor edi, qilichim bilan. Mana qilichni olamiz. Let's go. Pastga tushamiz. Xo'p. Yo, what? Bolalar, o'sha jangga tayyormisizlar? Let's go. O'sha qilichinglar oldinglar-mi? Let's go. Xo'p, unda biz jangga ketdik. Yaxshi, let's go. Jamol, yur sen ham. Ketdi. Yo, what? Sizlashinglar bolalar, biz bazaga yaqinlashib qoldik. Yo, ular bizni kelishimizni qayerdan bildi? Bolalar, tayyormisizlar o'zi katta jangga, tarixiy jangga? Let's go. Unda vatanimiz uchun, elimiz uchun olg'a. Yo, Jamol. Yo, Jamol borma. Yo, what? Yo.